oltinga kelasi haftaga analitika qilib ko'ryapman. Birinchi mana Fiboni tortdim. Fibo 4 soatli time frame'da ko'rishimiz mumkin. Higher low'dan higher high'ga tortdim va 4 soatli FIVG'ni oxirigacha ishlamagan zonasini belgilab oldim o'zim uchun. Ko'ryapman, birinchi narx qayerdan reaksiya qilishi mumkin. Keyin 2 soatli time frame'ga kirdim va pastdan previous weekly low bilan previous week daily low'ni, ya'ni bir hafta oldingi low bilan bir kun oldingi low'ni liquid zonani belgilab oldim. Va undan keyin 2 soatli time frame'da order block zonasini belgilab oldim o'zim uchun. Chunki mana shu joydan откат bo'lishi mumkin. Bizda откат zonalar shunda ikkita bo'lyapti. Ozgina pastga tashlab 4 soatli yopilmagan FIVG'ni 50% dan tepaga ketib, tepadagi irreal zonani olishimiz mumkin. Yoki deb birinchida yana pastroqga tushib turib 2 soatli order blockdan ham ketishimiz mumkin yoki Fiboni 62 zonasidan ketishimiz mumkin. 62 zonani bundan oldingi liftda ko'rsatgandim. Endi 1 soatli time frame'ga o'tamiz va BPR zonani belgilab oldim, ko'rishingiz mumkin. 1 soatli BPR zona balance price range deydi ICT'da. Va mana shu joyi ham 62 zonaga to'g'ri kelyapti. Endi biz 5 minutlikka o'tamiz va 5 minutlikda kichik time frame'larda mana bu strukturani qidiramiz. Ya'ni 4 soatli time frame'da mana shu zonaga kelgandan keyin 5 minutlikka o'tib mana bunaqa, ya'ni higher qilish kerak. Lower'ni buzib, lower buzgandan keyin mana o'sha kichkina time frame'dagi olgan liquid zonani belgilab olaman. Belgiladim. Keyingi zonamiz bizada lower high bo'ladi. 5 minutlik time frame'da lower high buzgandan keyin bizada higher paydo bo'ladi. Va shunda oxirgi lower low'dan highergacha Fibo tortaman. Fibo tortgandan keyin bizada 62 zona yoki da o'sha 72 zona, o'ta zonaga kelish kerak va u yerda bizada breaker block, IFG, FIVG yoki order block zona bo'lishi kerak.